Ko'pincha shunaqa ayollarni ko'raman. Juda kuchli, juda harakatchan, pul topadi. Uyidagi barcha yumushni o'z zimmasiga oladi. Hamma narsaga o'zi yuguradi. Hatto erkak qilishi kerak bo'lgan ishni ham o'zi qiladi. Lekin baribir ichida bitta savol bor. Nega meni hech kim qadrlamaydi? Haqiqat og'ir. Muammo faqat erkakda emas, muammo ichki dasturda. Agar ayolning ichida men yetarli emasman degan ishonch dasturi bo'lsa, u sevgini olish uchun emas, isbotlash uchun yashaydi. U dam olmaydi, u so'ramaydi, u yukni bo'lishmaydi, chunki ichida qo'rquv bor. Agar men qilmasam, hammasi buziladi. Lekin energiya qonuni oddiy. Qayerda ortiqcha berish bo'lsa, u yerda qadrsizlik paydo bo'ladi. Bunday ayol nima qilish kerak? To'xtash kerak birinchi o'rinlikda. Hamma narsani o'zi qilishni bas qilish kerak. Kichik narsalardan boshlasin. So'rashni o'rganish kerak. Yordam so'rash zaiflik emas, bu muvozanat. Yo'q deyishni mashq qilish kerak. Bir marta yo'q desa, dunyo qulamaydi. Ishoning bunga. O'zini birinchi o'ringa qo'yish kerak. Dam olgan ayol yomon degani emas. Bu zarurat ayol uchun. Ayol erkakning o'rnini egallaganda hurmatni emas, yukni oladi. Hurmat esa kurashga emas, inson o'zini qadrlaganiga keladi. Agar siz ham charchab, ichingizda og'riq bilan yashayotgan bo'lsangiz, ko'proq qilishni emas, o'zingizni tanlashni boshlang. Siz allaqachon yetarli, qadrlisiz. Agar bu gaplar sizga tegsa, videoni saqlab qo'ying. Balki aynan shu eslatma sizga